Bir kun avval miyani ishlashini tezlashtiruvchi bir mashq bergan edik va kichkintoy unda biroz qiynalgan edilar. Bir kundan keyingi natijani ko'rib o'zingiz baho bering. Demak, men sizga kechagi o'yinimizni davom ettiramiz. Sizga hozir raqam aytaman, siz unga birni qo'shib aytasiz. Kelishdiki, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 16, 8, 18 demoqchisiz. Hop, 97, 98, 63. 64. Yaxshi. Endi bir kamaytirib aytasiz. Misol uchun 4 desam 3 deysiz. Kechagi o'yinimiz, ha? 7 desam 6 deysiz. 8, 7, 9, 8, 3, 2, 17. 16. Ko'rib turganingizdek, tezlik biroz oshgan, lekin bu bir kunlik natija. Agar bu mashqqa har kuni davom ettirsangiz, sabrli bo'lsangiz, bolani xatolarini kechira olsangiz, farzandingizni tezligini yanada oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bu va bunga o'xshash boshqa mashqlarni kanalimizda kuzatib boring.